Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Usta Islomjonman. Biz yana bir xonadonda o'z xizmatlarimizni qilib berdik. Ushbu xonadonimiz Namangan shahar Shaldirama mahallasida joylashgan. Ushbu obyektimizga 390 kvadrat tunkafon mahsulotlarni ishlatib berganmiz. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, batafsil mahsulotlar hamda narxlar haqida tushuncha berib o'taman. Mana shu xonadonimizning ko'cha tomonining uzunligi umumiy 30 metr uzunlikdagi hovli va kazirogini chiqish qismi 1 metr 10 santimetr chiqqan okalar. Bu hovlimizning ichki tomoni mana bu joyda 4 metrga 4 metrlik bitta darvozaxonasi. Mana bu joyda 5 metrga 1,5 metrlik oyvoni bor va hovlimizning ichki ko'rinishlarini tunkafon bilan qilib berganmiz okalar. İchki tomonning ziroklari 1 metr 60 santimetr chiqazilgan. Ushbu joyga ham diplomat fasondagi ishlarimizni qilib berganmiz. Ishni sifatiga ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar okalar. Sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Vodostokalarni o'rnatib berganmiz. Mana bu LED lampalarni uyni egalari olib kelib berganlar, biz o'rnatib, simlarni ulab yoqib berganmiz. Bu tunkafonni dogovordagi summaga LED lampalari kirmaydi okalar. Ushbu xonadonimizda tunkafonni ishlatilgan mahsulotning 1 kvadratiga 145 ming so'mdan barcha xarajatlarni ichida qilib berganmiz. Tunkasining qalilligi 0,4 qalillikda tunkadan foydalanganmiz. Uyning egasidan ishlayotganlarning qornini boqish, ya'ni obed qilib berish bo'lsa, qolgan hamma narsasi biz o'zimiz yetkazib kelib, ishni bitirib uy egalariga topshiramiz. Mana bu sliflarigacha o'zgartirganmiz. Xonadonimizning umumiy barcha sliflarini o'zgartirganmiz, mokriy rangga qilib. Chunki mokriy rang qilishimizning sababi, xudo xohlasa, devor qismi oddelkasi oq rangda bo'ladi, travertin suvoq yoki Leonardo suvoq, so'kul qismini esa qora rangli Angola Black Xitoy Grand Kafel yoki tabiiy Grand Kafel teriladi. Shuni hisobga olgan holatda biz ushbu xonadonimizni mana bu so'kul qismiga mos kelishligi uchun sliflarni ham o'zgartirdik. Xudo xohlasa, bu ham o'ziga yarasha ajoyib chiroyli chiqdi. 390 kvadrat jamida mahsulot ishlatganmiz ushbu xonadonimizga. Sizlarga ham tunkafon ishi, travertin suvoq, Leonardo suvoq yoki so'kul ishlari shunaqangi ustalarga xizmatlar bo'lsa, Usta Islomjon jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Hovlingizni tashqi fasad qismini birgalikda bezaymiz. Lekin mana bu shiypon okalar alohida bir tema bo'ldi. Menimcha sizlarga ham yoqadi bu. Hammaga yoqadi menimcha. Har qanday didli insonga ma'qul keladigan, Xudo xohlasa, ajoyib ko'rinishda bitdi. Ortiqcha maqta o'rgan bo'lsam, aybga buyurmaysizlar okalar.